Azizbek, sochda qanaqa muammolar? Sochda muammolar ko'p aka. Sochimni uzunroq o'stirmoqchi edim. Hop. Jingalak bo'lib qolgan hisobi eplolmay qolganman aka. Qiyshayib ketyapti. Qiyshayib ketyapti, eplolmayapman. Uzun sochni yaxshi ko'raman. Keyin ham orqalarida ham ko'rayotgan bo'lsangiz, siyrak bo'lib qolgan joyimi, ob'yom olmay qoladi. Mana shu joyda eplolmayapman to'g'risi aka. Keyin sochni olib chiroyli tarib berarsiz aka, to'yim bor edi. Klassik kiyimlarimni olib kelganman. Kiyimlarni olib kelgansiz. Kiyim olib kelganman. Endi tayyor bo'lganingizdan keyin kiyimlar bilan o'zgarar ekansiz-da bugun xudo xolisa. Bo'ldi. Xudo xolisa, yollaringiz ancha o'sib ketib qolgan. Shuni bugun bartaraf qilamiz, lekin oqartirib olib tashlaninglar. Chunki akkuratliroq bo'lish uchun quloqlarni taqabroq qilib ochamiz. Dumaloqroq forma berishga harakat qilaman. Sababi yuzingiz ozg'inchadan kelgan. Agarda hozir men yoningizni kaltaroq olib tashlasam, yuzingiz yana ham cho'zinchoqlashib ketib qoladi. Soqolga keladigan bo'lsak, soqolingiz ham mana bu ko'p o'sib ketgani uchun yana ham yuzingizni o'zini ozg'incha qilib uzunchoq o'sib qo'yganda, shuni dahan qismlaringizni ozgina kaltaroq qilamiz. Qo'shimchasiga bugun kiyimingizga mos qilib pulatka ham qilib beraman. Bo'ldi aka. O'zgarishga tayyor bo'lsangiz boshlayman. Qalay bo'ldi Azizbek? Gap yo'q aka, zo'r chiqibdi. Soqol. Soqol ham zo'r chiqibdi aka. Yoqdimi o'zingizga? Dahan qismlarini ham kaltalatib zo'r qilibsiz aka. Menga yoqdi. O'zingizga yoqqanidan xursandman. Aka, qo'lingiz dardga bo'lmasin. Salomat bo'ling.